Meni sandig'im qayerda? Xafa bo'lishni keyinroq davom ettirasan. Javob bersang-chi. Xayrli tong. Atrofda eshituvchilar bo'lmasa, til nima uchun kerak? Xayrli tong. Yirtildi bu. Tikib qo'yarsan. Ming shukr, 2 kundan oz qoldi ya Robbim. Gunoh qilishingizga 2 kundan kam vaqt qoldi Zaynab xonim. Bir musulmonning dindoshidan 3 kundan ko'proq tark qilib, xafa bo'lib yurishi halol emasdir. Alloh tez orada ikkisini yarashishni nasib qilsin. Amin. Sen meni xursand qilding. Alloh sening ham qo'llaringni tutsin.